Hammaga salom. Nonushtani уже 1da qilib boshladik. Bozorga yo'l oldik. 7:30 yetib bordik. Kunimiz ertalabdan kechgacha bozorda o'tdi. Har xil butiklar, Chilonzorda kirmagan do'konimiz qolmadi. Obed qildik Fidapda. Qornimiz och qolib qoldi, lekin to'ymadik. Yana bozorda davom etdik, lekin bironta normalniy ustvosh yo'q. Keyin taksi chaqirib, уже kech bo'lib qolibdi ekan, qaytishimiz kerakligi esimizga tushib qoldi. Uyga kelsak, bitta tug'ilgan kuni bo'lyapti ekan yotoqdoshimizni. Uni jichani nishonladik-da. Keyin Musurtakkani tushganimda O'zjo'ginoy nasibda selfie qilib, yo'lda jicha aylanib, qornim och qolib qoldi. Yana o'rtog'imni olib Evsga kirdik-da. Evsda jicha syomka qildim-da. Ovqatimiz keladi. Ovqatlanib, keyin shu bilan anavi Eyfel minorasiga o'xshagan telepashniyamizni syomka qilib, chiroyli chiroqlarini olib, keyin yo'lda nimadir olib, nomini bilmayman. Короче, O'zjo'gini jicha syomka qilib, shu bilan muzurda to'kib, navbatchilik qilib, qaytib kelib uxladik.